Rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan kompaniyadan ota-onamni Umra safariga jo'natmoqchiman. Sizlarda narxlar qanaqa degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Hikmat Travel ofisiga yetib kelganmiz. Sizlarga Umra narxlarini tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Qanaqa shart-sharoitlar bo'ladi, gostinitsa oraliqlari qancha bo'ladi, to'lovlar qanaqa bo'lyapti, ofislar qayerda bor deganlar uchun Xudo xolasa sizlarga to'liq qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilaman. Xudo xolasa atrofdan qaraganda ancha arzonroq sizlar uchun Xudo xolasa narxlarni qo'yib beramiz. Shunaqa videolar uchun bizga bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib tursalar, Xudo xolasa sizlarga har kuni shunaqa videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Sizlar tayyor bo'lsalaring, like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, biz videoni boshladik. Abdug'ofur aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Obunachilarimizga bitta narxlar tushuntirib berasiz. Atrofga qaraganda sal arzonroq deb qo'ydim. Xo'p, Oxirigacha ko'rsa, Xudo xolasa narxlar tushuntiramiz aka. Xo'p bo'ladi. Oldin sharoitlarni aytib o'taylik. Sharoitlardan boshlaylik. Keyin oxirida narxni aytamiz. Bo'ladi, gap yo'q. Xo'p, gostinitsalarimiz uzoqligi Madina Munavvarada 200-300 metr. Aha. Xudo xolasa. Xo'p, Makka Mukarramada eng yaqini 800 metr, eng uzog'i 2 kilometrgacha oralig'ida bo'ladi. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, shunisiga tushadi, Xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Bundan tashqari yana Madina Munavvarada ziyoratlar, Makka Mukarrama ziyoratlari, keyin Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Bonus tariqasida qo'shib beriladi. Xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Xo'p, endi 50 bosh xizmati deydiganlar uchun Xudo xolasa iloji boricha 50 boshimiz aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil beriladi, so'mka beriladi, bejik beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz, Xudo xolasa. Aeroportda beriladigan narsalar bu. Keyin undan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida beriladi. Gap yo'q, zo'r. Sharoitlar Xudo xolasa shu ovqatlari o'zbek milliy taomlari bo'ladi. O'zbek milliy taomlari. Qovurlarimiz O'zbekistondan borib qilishyapti, Xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q. Endi chislovlariga keladigan bo'lsak, hozir bizda reyslarimiz iyul-avgust oyiga reyslarimiz ochilgan. Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reysimizni kunlarini aytib o'tamiz. Xo'p, Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reyslarimizni kunlari iyul oyiga 9-iyul kuni bor, 13-iyul, 16, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Xo'p, bundan tashqari buni narxini, Toshkent-Jiddani narxini $995 qilib beramiz, Xudo xolasa. $995 qilib beriladi. Vizalar bo'ladigan bo'lsa $895. Agar vizalari bo'ladigan bo'lsa $100 arzon bo'ladi. $895 qilib beramiz. Zo'r. Endi biz vodiydan boramiz deydiganlar uchun Farg'ona-Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz ham qo'yilgan. Bitta ham avgust-iyul oylariga reyslarimiz bor. Iyul oyining chislovlari Farg'ona-Jidda Primoy reysimizniki 10-kuni bor, 14, 17, 21, 24, 28 va 31-iyul kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona-Jidda Primoy reysimizning narxini $1025 qilib beramiz, Xudo xolasa. $1025 $1025 qilib beramiz. Gap yo'q. Bundan ham agar vizalar bo'ladigan bo'lsa, yana $100 arzonlaydi. $925 bo'ladi. To'g'ri. $925 bo'ladi, gap yo'q, zo'r. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel litsenziyalangan kompaniya, bemalol Google'ga kirib ham litsenziya rasmlarini ko'rib olsalaring bo'ladi. Xudo xolasa litsenziya tomonidan o'ylanmaysizlar. Sizlar borganlaringda chiroyli sharoit qilib beramiz, Xudo xolasa. 50 bosh masalasi qanaqa bo'ladi endi aka? 50 boshimiz o'sha billa borib, billa kelishadi, Xudo xolasa aeroportdan. Bilmagan hamma narsalarni o'rgatishadi. Bilmagan hamma narsani o'rgatishadi. Xo'p, to'lov turlari qanaqa endi aka sizlarda? Xo'p, to'lov turlarimiz xolasa ofislarimizga kelib to'lov qilinsin. Rasmiy kassalarimizga kvitansiyalarini yozib berishadi. Xolasa onlayn joylarni bron qilsa ham bo'laveradi. Uzoq olaman deganlar uchun. Uzoqlarda. Mana ofislarimizning manzillari respublika bo'yicha 3 ta viloyatda ofisimiz bor. Toshkentda bor, Farg'onada bor va Andijonda bor. Andijonda gap yo'q. Qaysi biri yaqin bo'lsa, kelib borib to'lov qilsa bo'ladi. Bemalol ma'lumotlarni olib, yana tushunmagan narsalarni so'rab, to'lovlarni qilib joylarni bron qilsa bo'laveradi. Bundan tashqari bular uzoqlik qiladi bizga deydiganlar uchun shu qo'ygan nomerlarimizda Telegram, WhatsApplar bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. O'zimiz tushuntirib beramiz. Onlayn qanday qilib joylarni bron qilishlari mumkin. Chet eldagilar ham bemalol bron qilishsa bo'ladi. Mana Rossiyada ishlashayotganlar bor.
kelib bormoqchiman, borguncha joylarni biron qilib qo'y deydiganlar bor. Shular bemalol aloqaga chiqishaversin. Qo'shni Tojikiston Respublikasidan kelishsin mana. Qo'shinlarimizni ham chiqarib yuboramiz, xudo xolasa umra safarlariga. Gap yo'q, xudo Qo'shni Qirg'izistondan bemalol aloqaga chiqaveringlar. Hamma yo'qni chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Sizlar uchun sharoitlarni xudo xolasa zo'r qilib berishadi. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Abdug'affor aka nomeri qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsalar yana sizlarga to'liqroq ma'lumot berishadi. Xudo xolasa aka aloqaga chiqishadi. Chiroyli narxlarda obunachilar uchun chiqib qilib berasiz. Xudo xolasa. Xo'p bo'ladi, bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz eng oxirgi umra narxlarini birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.